Hozirda tarkibining qiymati bo'yicha eng qimmat jamoalar qaysilar ekanligini bilasizmi? Transfermarkt portali bergan ma'lumotlarga ko'ra sizga eng boy tarkibga ega top 10 ta jamoani aytib beraman. Ro'yxatimizning 10-o'rnini Manchester United ochib beradi. So'nggi yillardagi klubdagi inqiroz futbolchilarning narxlariga ham ancha salbiy ta'sir ko'rsatgan va jamoa tarkibining umumiy qiymati 754 million yevroga teng. 9-o'rin Tottenham. Bu klubda doimo iste'dodli futbolchilar yetarli bo'lgan, ammo ular jamoada uzoq vaqt faoliyat olib bormaydi. Sababi klub ularni sotish orqali ancha-muncha pul ishlab oladi. Ularning hozirgi qiymati esa 803 million yevroga teng. 8-o'rin Myunxenning Bavariyasi. Nemis mashinasining kuchli tarkibini hisobga oladigan bo'lsak, ular bu ro'yxatda bo'lishi aniq edi. Jamoa qiymati 966 million yevroga teng. 7-o'rin Liverpool. Merseyside klubi futbolchilarining ayni paytdagi qiymati qariyb 1 milliard yevrodan oshgan. 1.2 milliard yevro. 6-o'rin Chelsea. Tarkibining asosiy qismini yoshlar tashkil etadigan bu jamoaning qiymati 1.16 milliard yevroga teng. Kuchli beshlikni ispan klubi ochib beradi. 5-o'rin Barselona. La Masia akademiyasidan yiliga yuzlab futbolchilar yetishib chiqadi va aksari Barselona tarkibining asosini tashkil qilgan. Lamine Yamal kabi yosh wunderkindlarning umumiy qiymati 1.17 milliard yevro. 4-o'rin So'nggi yillarda eng yaxshi transfer siyosatini yuritib kelayotgan Paris Saint-Germain. Xvicha, Dembele, Due, Vitinha, Neves bularning barchasi 1.21 milliard yevro. 3-o'rin kuchli uchlikda Londonning yana bir jamoasi Arsenal. Tarkibining umumiy qiymati esa 1.23 milliard yevro. 2-o'rin doim ro'yxatlarning eng yuqori o'rinlarida tilga olinadigan Manchester City. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov bilan birga hisoblaganda jamoaning umumiy qiymati 1.31 milliard yevro. Va nihoyat 1-o'rin ko'pchilik taxmin qilishga ulgurgan qirollik klubi Real Madrid ushbu ko'rsatkich bo'yicha hozirda yetakchilik qilmoqda. Mbappe, Vinicius, Bellingham kabi yulduzlarni o'zida jamlagan tarkibning qiymati naqd 1.34 milliard yevroga teng. Yozda bo'ladigan jahon chempionatidan so'ng bu ro'yxatda o'zgarishlar bo'lishi aniq. Nima deb o'ylaysiz? Mundialdan keyin qaysi jamoa eng qimmat tarkibni o'zida jamlaydi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.